Bu gap kelinlarga. Qaynopa, qaynisingillarni kelganini og'ir oladigan kelinlar. Ularni kelganini og'ir olmang. Ularni chiroyli kutib oling, chiroyli kuzatib qo'ying. Hurmat topasiz. U bechoralarni boshqa qayerga keladi? Qayerga boradi? Shu ota-onasini uyiga keladi-da. Sog'inganda mana shu jigarlarni ko'rgani keladi u ojizalar. Boshqa qayerga borsin? Mana ba'zilar yozyapti, mana kecha kuni konsultatsiyada bittasi yozdi. 5 ta akam bor deyapti. Bitta qiz ekan. Ota-onam o'tib ketgan deydi. Sog'inganda shu ota-onamni eshigiga boraman deydi. Akalarimni sog'inaman, borgim keladi deydi. Shu akalarimni ko'rsam, otamni ko'rgandek bo'laman deydi. Borsam deydi, keldingmi demaydi deyapti. Ketayatsam, ketyapsanmi demaydi deyapti. Kelin og'ir olar ekan kelganini. Nimaga og'ir oladi? Nimaga? U bechorani keladigan qayeri bor, qayerga boradi boshqa? O'sha uyda o'tirgan kelinlar, sizlar ham ayolsizlar-ku. Sizlar ham ota-onanglarga borasizlar-ku. Sizlarda ham kelin bordir. Chiroyli kutib olib, chiroyli kuzatib qo'ying-a. Sizni ham borganingizda, sizni ham kelinlaringiz chiroyli kutib oladi. Bu qaytar dunyo deydi. Hech yo'q, Xudo uchun, eringiz hurmati uchun chiroyli kutib, chiroyli kuzatib qo'ying. Yesa o'zini rizqini yeydi. Sizni rizqingizni, siz bir to'rg'am noningizni yeb ketmaydi ular.